Mana azizlarim, qishloqning ishi. Soat 6dan hamma uyg'onib, mana shu yerlarda ishlashadi. Hamma ish ishiga. Assalomu alaykum, bizga intervyu bera olasizmi? Bu yerga nima uchun ishlaysiz? Men ittirab turaman, mana molga o't olaman. Mana qishloqda ishi balam, ish qilmasa bo'lmaydi. Necha yoshingizdan beri shu yerda ishlaysiz? Oldinlar nima qilgansiz? Yer qilgan biza, mol qilgan biza ballarim bilan. Ballarim yordam bergan bizaga. Baraka topsin hammasi, hamma ishni qilaydi, mol boqaydi, o't o'raydi. Mehnat bilan mana shu kunlarga erishdi balalarim. Baraka topsin hammasi. Ish bilan band hozir, ro'zg'ori bilan tinch. Shu kunlarga yetganimizga shukr. Mana endi qolgan ishni yana men davom etaman balalarim. Hammasi ishlik bo'lgandan keyin. Hozir bolalaringiz qayerda ishlashadi? Bolalarim uchtasi Toshkentga ishlaydi, bittasi Sherga ishlaydi, Skoriga. Ustoz Jamshid. Ana darvozalar yashyapti. Bu yerga necha yildan beri yashaysizlar? 50 yildan beri. O'zi hozir yoshingiz nechida? 65 ga. 65da. O'z qaydansiz o'zi? O'zimiz endi Toshkentdamiz a. Mani balalarini ko'rmadingizmi Toshkentlarga? Yo'q, endi farzandlaringizni tanimaymiz. Xo'p. Mana qishloqning sharoiti, hamma yer ekin-chekin. Intervyu uchun rahmat.